Umaqsi arkadaşlar, bugünkü hikayemiz aqlliq bo'lay desang, aqlsizdan o'rgan. Burungi zamonda bir yezida Zakir, Shakir degan ikki do'st bor ekan. Ular kichigidan birga o'sib, bir kundala maktabga o'qishga kiribdi. Shakir idroqliq, gap anglaydigan, vaqtni qo'ldan bermaydigan bola ekan. Shunga u butun zehni bilan tirishib, kundan kunga yaxshi o'rganibdi. Zakir bo'lsa o'yin qilib ekan. U maktabga kirgandan keyinmi bu qilig'ini tashlamay o'yin tomoshaga berilib ketibdi. Aradan bir qancha vaqt o'tibdi. Shakir maktabda aqlliq bola degan shuhratga va hurmatga erishibdi. Zakir bo'lsa kundan kunga orqada qilib o'yin qilib degan nomni olibdi. Kunlarning birida Zakir Shakirdan: "Adosh, ikkimiz maktabga tong kirgan, sen mendan jiq ilgirlab ketding. Buning sababi nima?" deb so'rabdi. "Buning boshqa sababi yo'q. Faqat men sendan o'rgandim" deb javob beribdi Shakir. Zakir Shakirning gapini anglab, "Meni zanglik qilyapsan" deb ranjib, Shakirga zotila qaramas bo'pti. Shakir bilan Zakirning o'tirisidagi bu ahvolni bilgan ustozi u ikkisini chaqirib, Shakirning heliqi gapining ma'nosini so'rabdi. "Sizlar bizga" debdi Shakir ustoziga. "Aqlliq bo'lay desang, aqlsizdan o'rgan" dedilar. Men shu ta'limlarni esimda cho'ng tutib, Zakirning aqlsizlik qilib, o'yinga berilib, terishib o'rganmaganligidan ibrat qildim. Mening demoqchi bo'lganim shu edi, debdi. Zakir Shakirning gapining ma'nosini tushunib, ranjishni tashlab, uning bilan qayta do'st bo'lib, ikkisi birlikda olg'a bisibdi. Uyg'ur xalq cho'chaklari